Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa biz yana bir o'ziga xos fasondagi darvozamizni va tepadagi mana shu high-tech kazirokchamizni o'rnashtirdik. Albatta bu darvozamiz bilan kazirogimizni Ohangaron tumaniga olib kelib o'rnashtirib berdik. Akalarimiz bizni YouTube'da kanalimizni ko'rishib, albatta bizga aloqaga chiqishib, o'zlariga yoqqan shu darvozani tanlashib, ashrishut kazirogi bilan zakaz qilishganda, xudo xohlasa mana joylariga chiroyli qilib bitirib olib kelib o'rnashtirib berdik. Hurmatli yurtdoshlar, darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalar, videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Albatta bu o'rnatgan ishimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamiz ikkilik listli, bir qavatli ruchnoy rabota darvozamiz. Hozirgi kunda darvoza bo'yicha murojaat qilayotgan turgan juda ko'p yurtdoshlarimizga bir ma'qul kelib turgan fasondagi darvozamizdan biri. Asosiy mana stoykalari 5 qo'llik shiviller bo'lgan darvozamizni qalin shivillerdan qovurg'a profillari 6 ga 4lik, 1.7 lik stenali profildan foydalanganmiz. Listlari ikkilik listda bo'lgan aziz yurtdoshlar. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, mokriy asfalt svetda matviy holatda qilib, gruntovkalarni sepib, chiroyli qilib ishlab berganmiz. Darvozamiz razmeri eniga 390, bo'yiga 310 razmerda bo'ldi. Va mana shu kazirogimizni eni 410, oldiga chiqishi 180 razmerda bo'ldi. Buni sifatli temir mahsulotlardan tayyorlanganligini hisobiga bu ikkala ishimiz 15 million so'mga kelib o'rnadi. Albatta shunaqangi sifatli temir darvozalar, temir kaziroglar qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab mana shu zamoklariga ham e'tibor berib o'tasizlar. Mana rezinkalarigacha qo'yib, hurmatli yurtdoshlar, yengil ochilib yopiladigan holatda qilib o'rnatib berdik. Bo'lni darvozamiz tashqariga ochiladigan bo'ldi va xonadon egalarining zakaziga qarab bo'lni tepalarini lazerda gul o'ydirib, chiroyli qilib ishlab berganmiz. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, fikrlaringni bemalol izohlarda qoldirishlaring mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.